Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlar yaxshimi? Bugun Telegramda so'rovnoma tashlagandim, levelga balansga video qilayin deb. Balansga debdi ko'plar, mana balansga strategiya chiqaryapman sizlarga ajoyibidan. Qara, videoni oxirida ochiqcha ko'rsataman strategiyani ichini, nastroykasini. Hozir o'yinni tomosha qilib turamiz. Yangilar bo'lsa, obuna, like bosib qo'yaylik. Iloji boricha har kun strategiya chiqarishga harakat qilaman sizlar uchun. Sizlardan obuna, mendan video. Hamma obuna bosib tashlaymiz. Qani endi kuzataylik qani. Yaxshi foyda olib kelyapti balans kam bo'lsa ham. Masalan 5-10 tron balans bo'lganda mana yerga 1000 tikkamda 0.5 1 tronga yaqin kelardi. Kam balansga ham bo'ladigan strategiya. Yaqinda ko'proq balansga ham chiqaramiz. Kimda savollar bo'lsa, kommentariyada lechkam bor, sayt linki kommentariyada. Bemalol sinab ko'rishlaringiz mumkin. Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Telegram kanal kommentariyada. Videoni oxirida strategiyani ochiqlab tushuntirib o'taman. Oxirigacha tomosha qilib turamiz. Salkam 500 marta yurdi. Yaxshi ketyapti. Yaxshi, pashti balans 0.1 tron olib kelag'azda. Ko'proq minus beradidan yaxshigina plus beradi. Yaxshi ketmoqda. Mana 500 dan ham o'tdi. Qani ko'ramiz endi ko'proq yurib. Yangilar kirgan bo'lsa obuna bosib qo'yaylik. Bu kanalda har kun iloji boricha strategiya chiqarib boraman. Shuning uchun padishkani aymaymiz, like bosib qo'yam. Savollar bo'lsa, lechkam kommentariyada. Mana pasini ham ko'rsaman. Strategiyani saldan keyin ochib ko'rsataman ichki nastroykasini. Shu yerdan ko'rib olishingiz mumkin. Mana 0.1 tron profit keldi. Kam balansga ham yaxshi. Yaxshi ketmoqda. Obuna bosib qo'yamiz. Kommentariyaga izohingizni qoldiringizlar. Keyingi safar qanday video chiqarayin. Strategiyalar bombalaridan chiqaraman. Tak. Shu yerda videoni to'xtatsak. Mana to'xtatdik. 560 necha marta yuribdi. 0.1 profit. Tak. Strategiya o'chib ketibdi. Negadir bir yangilik qani. Qani strategiyani ko'ramiz. Turgan ekan maniki, yangiladik. Mana koeffitsiyentni endi tushuntiraman bu yoqni. Koeffitsiyentni 1.77 ga qo'yamiz. Strategiya mana birinchiga har bir, keyin o'rtaga 1 qo'yamiz, uchinchisiga mag'lubiyat. Tikish miqdorini oshirish 177% qo'yamiz va har bir tikish miqdorini qayta o'rnatga qo'yamiz. Bu degani, masalan, dagan oshib ketavermaydi. Bir marta yutgandan keyin qayta balansga qaytadi, g'alabaga qo'yib qo'yamiz. Uchinchisini katta yo kichigiga o't. Bu degani, masalan,
Bo'ynagi strelka almashib turadi. G'alaba 1 ga har birda turadi. Keyin saqlashni bosamiz. Keyin balansga qarab tikamiz-da, balansga qarab. Balans ko'proq bo'lsa, ko'proq tikamiz. Hozir men sizlarga balansim kam ko'rib turibsizlar. Boyni 100 dan o'ynadim. Riskovat qilib 1000 dan o'ynayman. Yutqazsam ham mayli, roziman. Sizlar kamroq tiksalaringiz yaxshi, balansga qarab. Hozir men kam balansga 1000 dan o'ynab ko'rsatib beraman. Nima bo'lsa bo'ladi. Qani endi bu yog'ini ko'ram. Lekin kamdan tiksa yaxshi, balansga qarab, sababi tortib ketmaydi-da. Masalan, hozir balansim 10 tronmi bo'lganda 1000 dan tikkamda yarashardi. Hozir men borku kam balansda 1000 dan tikib o'ynayapman-da. Qani endi ko'ramiz. Profit ketmoqda. Qani kuzataylik, qani nimalar bo'lar ekan. Yuz marta yursa qancha kelar ekan, ko'raylik qani. Tak, qizilga ketmoqda, foydaga chiqdi. Hozir men sizlarga qiziq bo'lish uchun kam balansga ham ko'proq tegib ko'rsatib beryapman-da. 1000 toshdan tegyapman. O'zi minimalkada o'ynashim kerak, chunki balans kam. Ko'p balans bo'lsa, masalan, 1000 dan tiksangiz, slevga tortib ketmaydi. o'n troni borlar 1000 dan tiksangiz bo'ladi. Keyin 1 troni borlar minimalkada o'ynasangiz cho'tga ketadi. Yana masalan 100 troni borlar 5000, 10000 dan tiksalaringiz katta foyda keladi. Balans kamlar masalan 0.5, 1 troni borlar minimalkada o'ynasin. 10 trondan ko'plar 1000 dan tiksin. Hozir men kam balansga ham 1000 dan tegib ko'rdim. Nima bo'ladi deb endi qizilga tortib ketsa ham farqi yo'q, o'ynaymiz. Sizlarga qiziq bo'lish uchun tikdim-da ko'proqdan. Profit qarangizlar, cho'tga kelyapti. Kam tikkamda slevga tortmasdidan, lekin ko'proq kutardik. Hozir video qiziq bo'lish uchun ko'proqdan tikdim. Profit yaxshi kelmoqda. Qani endi bir tomosha qilib turaylik, qani oxirigacha nima bo'lar ekan. Mana 100 marta yurdi. Ko'proqdan tiksam ham bu strategiya yaxshi ketmoqda. Mana 100 martadan ko'p yurdi, ko'proq tiksam ham. Balansim sal ko'p bo'lganda ko'proqdan tegib ko'rsatardim. Keyingi safar qaysi sayt haqida video chiqarishimda kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Iloj boricha chiqaramiz. Profit salkam 0.1 tron bo'lag'azda. Qani video ham cho'zilib ketdi, 9 minut bo'lib ketdi. Strategiyani sizlarga ochib ko'rsatdim. Xuddi bir xil qilsalaringiz cho'tki bo'ladi. Shu aytganimdek, 1 trondan sal kamlar minimalkada o'ynasin. 10 troni borlar mana bunaqa 1000 dan tiksalaringiz bo'ladi. Men hozir video qiziq bo'lish uchun 1000 dan tikdim-da. Tak, qizilga tortib ketmoqda. Tak, ana tugadi. Shunchani aytgandim men. Kamroqdan tiksalaringiz yaxshi ketadi. Dagonga yetadi-da, men hozir videoda aytdim. Tak, endi borini uraveraman.
Kamroqdan tiksalaringiz cho'tki bo'ladi. Mana tugadi balans. Tak. 1000, 2000, 3ta, 4ta, 5, 6, 7ta minus beribdi. Keyin balans chidamay qolibdi. Shuning uchun bir turamdan kam balansi borlar minimalkadan o'ynasin. 10 turoni borlar mingdan o'ynasin. Keyingi safar bundan ham yaxshisini chiqaramiz. Hammaga rahmat. Obuna bo'lib chiqib ketamiz.